İkinci bab, qora kiyimlik odam. Yerim oydin kecha. Hamma yoq jimjit. Yiroqlarda, go'yi-go'yida ishlarning hovushlari anglab qoladi. Oralab o'qish o'lmoqda. Qo'moltog' ishт yo'lining og'zi oldidagi soyda yiroqdan ishki qora ko'rindi. Uzun o'tmay otlarning do'pirlagan oyoq ovozi anglandi. Ana, oy yo'riqida yerim yodi ko'ringan otliqlar chang ko'tirib chepib kelmoqda. Oldida qora arg'umoqqa mingan, uzun qora kiyim kiygan, yuz beshini qora ro'mol bilan o'rg'an bir odam. U arg'umoqqa madad bergandek oldiga engishibroq bo'lishiga chopatdi. Uning chaqnagan ko'zlari atrofga qarab qo'ydi. Uning bel qurilishidan va beshidagi qora yog'liqidan ayol kishi ekanligi bilinib turibdi. Orqada 10-20 g'ulash yiroqlikda baslik kelgan bir chirik to'riq etining usti beshida qamchi o'ynatib choptirib keladi. Uning qalpiqiga qadalgan kichkina seriq bayroq shamol taptidan dorqiratmadak titraydi. Oxiri ular isht yo'lining og'ziga kirib ketdi. Ostin otishdiki, egiz tom bilan qo'rshalgan cho'ng qo'ylar. Stuq Qumbog' kentiga joylashgan bu ho'ylini nihoyat yaxshi ko'radi. Qumbog'ning anjur va anorliq bog'lari, sho'x bolalari, nag'ma navo, ho'yliga yiqilli yerda haftada bir bo'ladigan o'gu surallik bozor uni qiziqtiradi. Shunga Stuq o'rdi yenidagi bog'liq o'ylidan zerikib mashaga kelib olgan edi. Stuq bu döram og'inlari bilan bu yerga kelgili 2-3 oy bo'lib qoldi. Ammo bu navbat kelishi bekor emas edi. Do'stlar bilan g'orga berib, Abu Nasr Samonining orqasida turib, qibla tarafdagi Ka'baga qarab namoz o'qishga ulguradi. Go'yida u Abu Nasr o'gitib tarbiyalagan imomning o'ylisiga berib, jamoat bilan birga juma namozini o'qib keladi. Stuqning tashabbusi va boshlab berishi bilan bu yurtda musulmon bo'lganlar xeyli ko'payib qolgan edi. Buningdan norozi bo'lganlarmi bor edi. Biroq ular Stuqdan hazar qilib bir nima deyolmaydi. Lekin Stuqning bu döram otishga kelishi bu ishlar uchun emas edi. Stuq to'laroq kishilar orasida yurib, alning holini, talabini uqdi va qo'lidan kelgan ba'zi yaxshiliklarni qildi. Puhrolarning burun xon o'g'il deb zo'rma-zo'r hurmat qilishi endi samimiy hurmatga aylanishga boshladi. U o'zining og'inlarining to'pini barg'ancha kengaytdi. Aholining musulmon bo'layotgan qismi bundoq kengayishda asosiy manba edi. 100 botur deb atalgan ishonchlik bevosita do'stlari chirikchi mahoratni puxta egallab, qilishvozlik, nayzivozlik, o'qiya etish, yakmu-yak elishish, ot usti mahorati qatorliq jihatlarda yuqori mahoratlik boturlardan bo'lib yetishib, ongliq uyushgan kuch bo'lib qolmoqda edi. Arslan bilan ilik ikkisi ularga bevosita boshchilik qiladi. Botur tog'a ma'naviy tarbiya va chirikchi mashq o'rgatishda yashanganligiga qaramay cho'ng kuch ko'rsatmoqda edi. Stuqning vositalik do'stlari xeylila ovmoqda edi. U yana ishki chirik kuchni butunlay o'z qo'liga qaratdi. Biri ustun otishda turg'uchi minglik cherik qismi.
Bu qism yoshlardan tanlab uyushtirilgan bo'lib, xonliqni ordini qo'g'dash vazifasini ustiga olgan edi. Mingboshi Chabar bo'lsa, xon o'g'liga sodiq. Uning xonliq mirosini qo'lga ilishini qo'llovchilardan biri edi. Mingboshi ilgari Botur tog'ining qo'l ostida cherik bo'lgan. Uning yaxshi tarbiyasini olgan edi. U Botur tog'iga cho'qinatdi. Sutuq Botur tog'i bilan billa Mingboshini ko'ndirdi. Urush holati yuz berib qolgudek bo'lsa, Mingboshi darhol harakatga kelib, Sutuq tarafda turadigan bo'ldi. Yana bir kuch o'rda qaroqchilari edi. Bu xonni saqlaydigan bevosita kuch bo'lib, tajribali cherik amaldorlar va kuchli cheriklardan tashkil qilingan 500 kishilik jangovar qo'shin edi. To'mir qo'shin deb nom olgan bu qismga Sutuqning aksi To'g'rilbek boshchilik qiladi. To'g'rilbek Sutuqning dadisi Bozir Qaraqonning bir qadinas do'sti, Tumanboshining o'g'li edi. Dadisi jangda o'lib ketgandan keyin uni Bozir Qaraqon beqib cho'ng qildi. Cherikchi ishda yetishtirdi. Sutuq uni aka deb ataydi. Bozir Qaraqon vafot bo'lish oldida To'g'rilni Tarkin begimning singlisi Gullayliga o'ylantirib qo'ygan edi va qaroq boshi qilib tayinlagan edi. To'g'rilbek bo'lsa, Tarkin begimni o'z onasida qadrlaydi. Sutuqni bo'lsa, texmi yaxshi ko'radi. To'g'ril o'g'ilchaq Bug'raxonning xonliqni xon o'g'liga topshirib bermayotganligiga norozi edi. Bo'libmi, xonning xon o'g'liga qaratilgan suiqasdlik harakatini sezishga boshlagandan keyin u xonga texmi o'sh bo'lib ketdi. Qaroqboshi Tarkin begim bilan maslahatlashib, Sutuqqa to'ydirmay tayyorlik qilishga boshladi. U qo'l ostidagi amaldorlar va cheriklarni xon o'g'il uchun tarbiyalab keldi. Bu qitim Sutuq otishga ketish oldida To'g'ril tayyorlik ahvollarini aytganda, Sutuq baq xush bo'lib ketdi. To'g'rilbekning oshqushliq paytda Sutuq tarafda qattiq turishi, Tarkin begim bilan billa o'rda ichida turib Sutuqqa moslashib berishi hal qilg'ish ahamiyatga ega edi. Bu harakatda Sutuqni boshchi qilgan bir jangovar qo'shin maydonga chiqdi. Botur tog'a, Arslan, Elik, Oydin, Yulduz, Qilich, Qunduz, Arkin, Qo'chqorlar aktiv qatnashquchilardan bo'lsa, Tarkin begim, To'g'rilbek, Mingboshilar tayanch kuchlar edi. Gullaylining rolimi nihoyat zo'r edi. Botur tog'a bo'lsa, ham siyosiy ayg'ochi, ham cherik ustozlik rolini o'ynab kelmoqda edi. Cho'ng hovlida bog'ning o'ttirsidagi ko'tirma binoning panjaralaridan shom yo'riqlari g'uva ko'rinib turmoqda. Bog'da u yer bu yerda qarovchilarning asta mengib yurgan harakati yerim oy yo'riqida xira ko'rinib turadi. Qopqidan Qilich kirib keldi. U qo'lidagi qamchisini beliga qistirib, yo'l boshlig'ichining hamrohligida ishtik mengib peshayvonga ko'tarildi. U o'ngga 15 qadam mengib, keyin so'lga burilganda bir uydan bir ayolning kulki ovozi anglandi. Qilich kirgan edi. Oydin yulduzlar, Erkin qunduzlar bilan xushal paranglashib o'ltirishgan ekan. Balli qilichsiz qilich, bu nima bo'g'ini? Kulib chaqchaq qildi Oydin. Qilichingizni bosmichilarga tartqizib qo'ydingizmi ya? Qilichsiz qilich bo'g'icha tayoqliq divoni bo'lgan yaxshi. U itlarni qo'rqitadi-da. Bo'ldi, chaqchaqni qo'yinglar. Xon o'g'il o'ydimi? Xafa bo'lmang Bekchek, ular uyda. Qilich ishkirga kirganda Sutuq, Botur tog'a,
Arslan va iliklar jiddiy paranglashayotgan ekan. Qilichni ko'rib, ular so'zlarini to'xtatib, bir narsa kutgandek qilichga qarashdi. "Mingbosh qo'shildi", dedi qilich. "Biz tayyor", dedi. Bir qancha boshliqlarmi meni ko'rib, ko'zlarini qisib qo'ydi. Yaxshi, qarorimiz shu bo'yicha bo'lsin. Dedi Sutuq. Boshqa do'stlarga tayyor turishni uqtirayli. Vaqt yana oyning 20 kuni ketsa. Bugun 12, yana 8 kun bor. Ondan Sutuq Arslanga qarab dedi. To'g'ri akam bilan aloqalashib qo'ysak bo'ladi. Ikki otliq ishti yo'lida. Ikki tarafida egiz tog'lar ko'tarilgan yolg'iz oyoq tarchiqda oldirash ot choptirib ilgirlamoqda. Otning to'yiqidan shig'il va to'pi chachraydi. Kepinak to'llar lapildaydi. Qori targa tushgan otlar hozirab chapmoqda. Oldida ketayotgan kishi tong etib qilishdan ansirgandek orilib osmonga qarab qo'yatdi va yana etiga qamchi uratdi. Tog'lardan o'tdi. Tuzlangdimi o'tib, qor yog'ochliq, keraklik ko'chalarga kirib ketdi. Ular neridan qaraganda xuddi uzun musofirlik baygiga tushgan odamlardek ko'rinadi. Ular soydan o'tib, otlarni choptirgancha Qumbog' kentiga kirib keldi. Ana, u ikki otliq cho'ng ho'yli qapqisi oldida otdan tushdi. Beshig'i qor yog'liq chigib, qori kepinak to'n kiygan odam otni cherikib berib, qamchisi bilan qapqini qaqdi. Kim o? Dedi qapqa ichida turgan ikki qarg'uchidan biri. Men qopqini chapsan echim. Qarg'uchi birdamdan keyinla bir amaldorni boshlab keldi. "Kim bu tongmalda qapqa qaqqan?" dedi amaldor yo'g'on ovozi bilan. Men ordikatdan keldim, qopqini ishtik echim. degan ayol ovozi anglandi qapqa teshidan. Amaldor bu ovozni tunib qilib, qapqini ishtik ochdi va ichkari kirishga taklif qildi. Xon o'g'il uxlayotadigandu. "Yo'qsa, ular bir necha kun bo'ldi, kechis uxlamaydi." Amaldor boshdan oyoqqacha qora kiyim bilan purkangan odamni boshlab peshayvonga chiqdi. Dalonga kirgandan keyin yo'tilib qo'yib, mehmonxonaning eshigini ochib, ichkari kirgizdi. Sutuqlar cho'chib o'rinlardan qopishdi. Uni tunimay hayron qilishdi. Qora kiyimlik odam yuzidagi qora ro'molni olgandan keyin ularning chiroylari echildi va darhol gullaylini o'ltirg'izib, uning og'ziga talmirishdi. Irpon elektron shirkati turlik lug'atlarni chiqarib, til boyligingizni oshirib qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.